Assalomu alaykum. Cadillac XT6 ko'rib turganlaringizdek juda ham chiroyli avtomobil. Bu Chevrolet Traverse akasi hisoblanadi. $89,000 turibdi. Ushbu avtomobil salonlari juda ham chiroyli ishlangan. Panorama bor, Alcantara, o'rindiqlarimiz soviydi, qiziydi. 360 gradus kamera, hattoki eshik ruchkalarida mana bu yerlari podsvetkalari bor. Orqa ko'rinishlari, koreshneviy salon. Mana orqalari ham juda ham chiroyli ishlangan. Bu mashina haqida to'liqroq ma'lumotni aytib o'taman. Ancha oldin YouTube kanalimga qo'yib qo'ygandim. Kirib o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Har birimizga shunaqa mashinalar minish nasib qilsin.